Salom و عرض ادب hurmatli do'stlar. برنامه روانشناسی و موضوع bu برنامه bosh og'riq borada ki bir mavzu muhim va bizlar mardimiz ko'proq bundan shikoyatlari ko'p. Va shu doktorlar a'sob ravoniyatni ham ko'proq murojaatlar bosh og'riqdan shikoyat etadi. Va taqriban dunyoda hamma insonlar bir bor illo necha dafa shu bosh og'riqdan shikoyatlari bor. Va bosh og'riq ko'proq kitoblarda 3 raqam kelgan. Avvalini sardardiyoyi tanishi deydi ya o'sha bosh og'riqniki illati fishor va stress bo'lsa va mushkulot ravoniy bo'lsa. Ikkinchisi migren deydi yo nemsari ki yarmi bosh og'riydi va o'zini aloyimlari bor. Va uchinchisi bosh og'rig'iki banomi kalastar yod bo'ladi yo xo'shayi ko'p kam uncha muhim emas. Xo'p, bosh og'rig'iki fishor va yo stress va mushkulot ravoniydan topiladi. Buni aytdik tanishi va yo tension deydi. Buni ko'proq dalili kasallik misli afsurdalik va iztirob, stress shular bois bo'ladi. Va o'sha nafarlarki ro'zona ko'proq mardim bilan dargir, ishlari og'irroq va xasta bo'ladilar. Va ko'proq telefonu televizion shu narsalar istifoda bo'lsa, bularning yonida topiladi. Og'riq bu marizlarning yonida uncha shadid emas, xafif to mutavassit og'riq bor va o'sha nafarlik shikoyati bor shu og'riqdan bir fishor borday ehsos etadilar va ko'proq boshni mana shu ikki qismati va peshonalar og'riq topadi va biror vaqt shu boshni girdogirdi ayni bir tasma o'raganday bo'lib og'riq topiladi va ba'zilarni bundan shikoyati bor. Xo'p, bildik, u marizlik fishoroy ravoniy tariqdan topilar ekan va aloyimini ham aytdik. Va bu nima raqam boyat mudiriyat bo'lsa va o'sha ro'ziki shu aloyimlar bilan bizlar yozda og'riq bor, bundan qanday o'zimizni qutqartirsak. Xo'p, o'sha odamlarki uyqusi munazzam emas, bular yonida ham shu og'riq topiladi va bular boyat bir tag'yir zindagisiga keltirsa. Uyqu munazzam bo'lsa, bir vaqtda yotsalar, o'sha 6 soat, 7 soat uyquni olsalar, shabnishillar ko'p bo'lmasa va ko'p fishor bilan biron ish etmasalar va o'zlarini ko'p xasta qilmasalar va suv ko'p ichsalar, ba'zi bosh og'riqlar imkoni bor kam suvlidan bo'lsa, buni ham dar nazar olsinlar va yaykon g'izolari munazzam bo'lsa, sabzijot, mevajot ko'p bo'lsa va agar stress va iztiroblar bor, bularni mudiriyat etsalar. Ammo o'sha ro'ziki bu ishlar bilan ham bu dard kamalmaydi va necha oy, hatto necha yil davom etadi. Bu holatda faqat doktor ko'mak qiladi, murojaat va doktor qilsalar va ba'zi davolar borki bundan jilogirlik qiladi. Va ikkinchi bosh og'riq banom migren yo nemsari yod bo'ladi ki otidan ham ma'lum, nemsari ya'ni yarmi tarafi bosh bunda og'riydi va buni illati o'sha mag'zni ichidagi raglar bor, o'shalar sababli bu og'riq topiladi. Ya'ni bir mushkul o'sha raglarda bor. Va buni og'rig'i ko'proq zarabondor, ya'ni ba'zilar shikoyat etadiki, lo'qillab og'riydi deydi. Mana shu sardardi yo bosh og'rig'i migren toniladi va bular o'sha holatdagi og'riq topiladi, necha soat bu davom etadi. Hatto bir ro'z imkoni bor davom etsa va bular yoqtini muqobili asosiyat topadi, g'olma-g'olni muqobili asosiyat topadi. G'olma-g'ol bular yoqmaydi yo porimaydi
va bular xohlaydiki uyda u ham qarong'i bo'lsa, yakka o'sha yerda bo'lsalar. Va imkoni bor bularning yonida dilbandlik va istifroq topilsa va ko'proq bu marizlar shu bosh og'riq topilmasidan avval bir holat bularning ustiga keladiki, bular biladi vaziyat xarob bo'ladi, bir bosh og'riq shadid topadiki, bular tajriba bo'lgan. Va ba'zi narsalar bu bosh og'riqni imkoni bor ko'paytirsa va yo tez bularning yonida shu bosh og'riq o'zini ko'rkasa va bularni aziyat etsa. Biri kam uyqulik. O'sha odamlarki ko'proq bular kam uyqu va yo ba'zi mushkulotlar uchun bular durust uyqu ololmaydi va shu kam uyqulik bois bilan shu bosh og'riq bularning yonida topilsa va hatto ko'paysa. Ba'zi mavod g'izoylarki masalan choklet u kakao, qahva yo panir ham deydilar. Shu narsalar sabab bo'ladiki bir tag'yirot bizlarni o'sha ragoyki mag'zda bor keltirsa, o'sha og'riqni ko'paytirsa. Va ba'zi mushkulot ravoniy ham afsurdalik, iztirob, stress bular ham bir dalili nemsari bo'lib biladi. Va xushvaqtona bu bosh og'riqlar darmon bo'ladi, mudiriyat bo'ladi. Va yana bir bor ko'ta aytaman, bir nafarning yonidagi toza bosh og'riq topilgan, o'zi ba'zi riyokorlarni yetsa mudiriyat bo'ladi. Va yo bir tag'yir zindagisiga keltirsa yetib biladi, bidoni davo ham mudiriyat etsa. Uyqusi munazzam bo'lsa, g'izoyi solim yesa, sabzijot, mevajot ko'p bo'lsa va suv ko'p ichsa, bayvazi kunoshaboy, gozdor va enerjizor ichiladi. Uning evazi ham suv xeyli yaxshi va enerjilarki bizlar mardimiz ko'proq istifoda qiladilar. Ularda ba'zi moddlar bor, masalan kofein bor, nikotin bor. Bular bizlarni uyqumizni o'chiradi, kam uyqulikka olib ketadi va oyista bizlar ba'zi mushkulot ravoniy topamiz. Va varzish ko'p yaxshi, ko'p foydali va agar tashvishlar, iztirob bor, stress bor, bularni kamaytirsinlar toki bosh og'riq bularning yonida gum bo'lsa. Va oxirin yo'liki bizlarda bor, buni tag'yiri sabki zindagi bilan ketmaydi. Davo bor. Doktorga murojaat qiladilar, tashxis bo'ladi bular va davo bularga tajviz bo'ladi. Va bu 100% davo bilan bu kasalliklar yaxshi bo'ladi.